Assalomu alaykum. Quruq yer uchastkasiga ham kadastr qilish mumkinmi? Ya'ni hech qanday imorat, bino, uy-joy qurilmagan bo'sh turgan yerga ham kadastr qilsa bo'ladimi deb savollar keladi. Ushbu videoda bunga javob beramiz. Ungacha sahifamizga obuna bo'lib, kerak tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Hammaga ma'lumki, 90-yillarda hokimlar kolxoz, sovxoz qaror yoki bayonnomasi asosida yerlar berilgan. Bu yerlar toifasi aholiga o'sha meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish, tadbirkorlik subyektlariga esa doimiy foydalanish huquqi asosida berilgan. Bu degani, oddiy tilda aytadigan bo'lsam, sizda bu uydan, yerdan foydalanishingiz mumkin, lekin siz yer rasman egasi emassiz. Ya'ni mulk huquqi sizda emas. Yer davlat nomida. Garchi siz kadastr qilgan bo'lsangiz ham. Nima qilish kerak? Bu holatda yeringizni xususiylashtirishingiz kerak. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi 71-sonli qaroriga asosan yagona darcha yoki MyGov.uz sayti orqali yer uchastkangizni, shu quruq yer uchastkangizni xususiylashtirishga ariza berasiz. Ko'rib chiqiladi va yakunda sizga davlat orderi beriladi. Davlat orderi olganingizdan keyin ushbu yerga siz to'liq mulk huquqini olasiz va istasangiz, xohlasangiz ikkinchi shaxslarga 6 soatda hadya yoki ayirboshlash qilib o'tkazib berishingiz mumkin, bo'lishingiz mumkin, garovga qo'yishingiz mumkin va boshqa huquqlarni amalga oshirasiz. Ya'ni yerda rasman egasi siz bo'lasiz. Ungacha davlat bo'lgan bo'lsa, endi siz rasman o'z nomingizga xususiylashtirganingiz uchun yer egasi siz bo'lasiz. Xulosa qilsak, quruq yerga ham kadastr qilsa bo'ladi. Kadastrda ikki xil usulda qilinadi. Birinchisi davlat ro'yxatidan o'tkazasiz, o'sha hujjatlar asosida, ana undan keyin xususiylashtirishga ariza berasiz. Shundan keyin to'liq yer siz nomingizga kadastr qilib, mulk huquqi amalga oshirilgan hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yoki mana bu yerdagi telefon raqamiga bog'lansalaring bo'ladi.